هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Alaq tafsiri birinci ayetten başlap okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Alaq suresi birinci ayetten başlap okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Alaq Mekke'de nazil bolgan 19 ayet. Bu en deslep düşken suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Yaratkan Rabbinin ismi bilen okugan. O insanni laht qandın yarattı. Okugan. Rabbin en keremliktir. O kalem bilen xat yezishni öğretti. İnsanga bilmegen narsalarni bildirdi. Peygamber aleyhisselamның peygamberligining başlanışı ve en dastlabki tushgan oyatlar to'g'risida. İmam Ahmed Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dastlabki mezgillarda vahiy Peygamber aleyhisselamga u uxlaganda rast tush ko'rish bilan boshlangan edi. U tush ko'rsa, ko'rgan tushi tongning yo'riqidek aniq oldiga keladi. Keyin u xoli makonni xohlaydigan bo'lib qoldi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselam taki uningga payg'ambarlik vazifasi berilganga qadar ozuqliq ilib olib, Hira g'origa berib, u yerda bir necha kun ibodat qilib, Hadichaning yiniga qaytib keladigan. Uning yinida bir necha kun turgandan keyin yana ozuqliq ilib, u g'orga qaytib ketadigan bo'lib qoldi. Bir kuni u g'ordagi chig'ida tuyuqsizla farishta vahiy ilib tushib, uningga o'qig'in dedi. Peygamber aleyhisselam bu ahvolni tasvirlab, men o'qiy oladigan kishi emasman dedim. Shundaq deyishimga u meni tutib qattiq bir siqib qo'yibdi-da, menga yana o'qi dedi. Men o'qiy oladigan kishi emasman dedim. Shundaq deyishimga u meni yana bir qitim siqib bo'lib qo'yib bergandan keyin meni yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qig'in. U insonni laht qondan yaratdi. O'qig'in. Rabbing en keremlikdir. U qalam bilan xat yezishni o'rgatdi. İnsanga bilmegen narsalarni bildirdi. Degan oyatlarni o'qishga buyurdi dedi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselam qo'rqqanligidan titrigan holda Hadichaning qishiga qaytib kelib, meni yo'gab qo'yinglar dedi. Peygamber aleyhisselam yo'gab qo'yildi. Bir oza o'tib qo'rqinch tugagandan keyin u ey Hadicha, menga nim bo'ldi deb Hadichaga bo'lgan ishlarni so'zlab berib, haqiqatan men o'zimdan ansirab qoldim dedi. Hadicha uningga, hargiz undaq dema, balki bu ishdan xo'sh bishorat olgin. Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni hargiz rasvo qilmaydi. Chunki sen urug' tuqqanlarga yaxshilik qilsan, rost so'zlaysan, qiyinchiliklarga bardoshlik bersan, mehmonni yaxshi kutsan, beshiga kun tushganlarga boshpanoh bo'lasan dedi. Ondan Hadicha uni o'zining ota tarafdan tuqqani bo'lgan tog'asining o'g'li Varaqa ibn Nafal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusaynning qishig'i ilib bordi. U islomga kirishdan burun Hristiyan dinida bo'lgan. Arabcha xat yoza oladigan kishi bo'lib,
u İncil'den bir monchi, yani Arapça yazgan idi. Hazır qerib ikki ko'zi ko'mas bo'lib qolgan edi. Hadicha uningga: "Ey tog'amning o'g'li, sen bu tuqqiningning so'zini anglab baqqan" dedi. Varaqa payg'ambar alayhisalom qarab: "Ey tuqqinimning o'g'li, nima ish bo'ldi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom uningga bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Buni anglagan Varaqa: "Bu Musoga vahiy ilib tushgan farishtadir. Voy iset, yosh vaqtim bo'lsa-chi, seni qavming qo'g'lab chiqarib o'tganda men hayot bo'lsam-chi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Qavmim meni qo'g'lab chiqarib o'tamdi?" deb so'radi. Varaqa: "Sana kelgan bu payg'ambarlik mayli qaysi bir kishiga kelmasin, u cho'qim dushmanlikka uchraydi. Navoda men sening shu vaqtinggacha yashasam, sana cho'qim yordam beraman" dedi. Aradan uzoq o'tmayla Varaqa vafot bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhisalomga vahiy kelishmi bir mezgil to'xtab qoldi. Vahiyning kelishining to'xtab qolishi Payg'ambar alayhisalomning ko'nglini nihoyat yerim qilib o'tdi. U hatto o'zini tog'dan pastga tashlab o'lish uchun qaysi bir tog'ning cho'qqisiga chiqsa, Alloh taoloning elchisi Jibril uning ko'ziga ko'rinib: "Ey Muhammad, sen haqiqatan Allohning payg'ambaridirsan" deydi. Shuning bilan uning ko'ngli sal aromiga tushib, qaytib keldi. Aradan vaqt uzrab ketsa, u yana tog'dan o'zini tashlab o'lish uchun tog' cho'qqisiga qarab manganda Jibril uning ko'ziga yana ko'rinib, uni niyatidan qaytirib turdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimmi Zuhriydan rivoyat qilgan bo'lib, hatto Buxoriy bu hadisni buningdan kengroq mazmunda rivoyat qilgan. Yuqorqi hadisning mazmunidan bu oyatlarning eng dastlabki qadamda tushgan oyatlar ekanligini bilib olishga bo'ladi. Shundaqla bu Alloh taolaning islom dinini berishdan iborat bandalarga qilgan rahmatining va ne'matining boshlanishidir. İnsanning izzat va hurmatining bilim bilan bo'ladiganligi to'g'risida. Bu oyatlarda insonning yaratilishining obi ma'nidan boshlanadiganligiga eskartish bordir. Alloh taolo marhamat qilib insonga u bilmagan narsani bildirib, uni sharaflik va hurmatli qildi. Barliq insonlarning otasi bo'lgan Odam alayhissalommu uningga berilgan mushu ilm sababidan farishtalardan ustun turgan edi. Ilm ba'zida aqlda, ba'zida tilda, ba'zida barmoqlar bilan yezilishda namoyon bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "O'qig'in, Rabbing eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Asarlarda ilmni yezish orqali saqlanglar. Hamda yana kimiki bilginiga amal qilsa, Alloh taolo uningga bilmaganini bildirdi" deb bayon qilindi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Shek shubhisiz inson o'zini boy sanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostla haddidan oshidi. Ey inson, boradigan yering Rabbingning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersang-chi? Menga uning holini aytib bersang-chi? Agar u haddidan oshqichi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersang-chi, agar u Qur'onni inkor qilsa, iymondan yuz o'rsa, Allohning uni ko'rib turadiganligini bilmadimi? U gumrohlikdan yonsin. Agar u buningdan yonmasa, cho'qim uning ko'kilisidan, yolg'onchi gunohkorning ko'kilisidan tutib jahannamga so'raymiz. U o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Biz zaboniylar, ya'ni jahannamning kuchlik
qattiq qo'l farishtalarni chaqiramiz. Bu fojir gumrohlikdan yonsin. Uningga itoat qilmag'in. Allohga sajda qilgin. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilgin. İnsanның mal üçün həddidən aşqanlığı qılınğan təhdid doğrusida. Allah Teala bu yerdə insan melinin köpəygənlikini görgəndə onun körənləb, hakavrlışıb, çekidən aşıdığanlıqıdan xəbər berdi və bundaq sübətlik insanğa təhdid silib bundaq dedi. Ey insan, barıdığan yerin Rabbinin dərgahıdır. Qılmışınğa qarab jazağa yoki mükafatga erişsən. Yani ahir qaytadigan joying Rabbingning dargohidir. Rabbing senden melingning qayerdan kelganligidan, uni nimalarga sarf qilganligingdan hisob oladi. Abu Jahilni ayiblash va uningga qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolaning namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchu degan oyatlar bo'lsa, Abu Jahil Alloh taolo uningga la'nat qilsin haqida tushgan. U mal'un payg'ambar alayhissalomga Ka'baning qishida namoz o'qima deb tahdid solgan edi. Alloh uningga chiroyli ravishda nasihatni boshlab mundaq dedi. Menga uning holini aytib bersangchu. Agar u haddidan oshqichi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Ya'ni o'ylab baq. Namoz o'qishga to'sqinlik qilayotgan u kishi agar haqliq yoki so'zlarda, ishlarda taqvodorlardan bo'lishga buyurgan bo'lsa, sen yana shundaq bir odamga onun namoz o'qishiga to'sqinlik qilib, uningga tahdid salamsan. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Allohning uni ko'rib turadiganligini bilmadimi? Ya'ni hidoyat yo'lidagi bu zotni to'sqan u odam Alloh taolaning o'zini ko'rib va deganlarini anglab turadiganligini, uning barliq qilmishlariga to'liq jazo beradiganligini bilmamdi. Alloh taolo yuqorqi so'zlardan keyin rasmiy yo'sinda tahdid selishga o'tib mundaq dedi. U gumrohligidan yonsin. Agar u uningdan yonmasa, cho'qim uning ko'kulisidan, ya'ni u kajliqidan, qarshilik qilishidan yonmaydigan bo'lsa, qiyomat kuni uning peshonasini qop-qora qilib o'tamiz. Yolg'onchi gunohkorning ko'kulisidan tutib jahannamga so'raymiz. Yani Abu Jahil sözlerde yalğancı, kılmışlarda haddidan aşıkçı boğanlık için Abu Jahil'nin kokulüsüdün tutup cehennemge söyleyimiz. O özünün sorundaşlarını yardımga çakırsın. Yani o kavmini, tukkanlarını çakırıp yardım talep kıysın. Biz zabaniyle, yani cehennemnin küçlük qattiq qo'l farishtalarını çakırımız. Yani biz cehennemnin azaplaşqa mas'ul farishtalarni chaqiramiz. U mush chaqda zodi kimning g'alaba qiladiganligini ko'rdi. Imom Buxoriy Ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Jahil men Muhammadning Ka'baning qishida namoz o'qiyotganligini ko'rsam, cho'qim uning bo'yniga dassayman degan edi. Bu söz Payg'ambar alayhisalomga yetkazilganda Payg'ambar alayhisalom agar u shunda qilgan bo'lsa, farishtalar uning jazosini beradi dedi. Bu hadisni Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Jarir qatorliqlar shunda rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Imom Ahmad, Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Jarir qatorliqlar Ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom maqomi Ibrohimning qishida namoz o'qiyotgan edi. Abu Jahil bu yerdan o'tib ketib Payg'ambar alayhisalomga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men seni bu yerda namoz o'qishdan to'smaganmidim?" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga tahdid soldi va qattiq so'zlar bilan raddiya berdi. U: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen nimanga tayinib menga tahdid solasan? Men degan bu yerning eng
cemaatlik adamı dedi. Şunun bilen Allah Teala o özünün sorundaşlarını yardımga çağırsın. Biz zaban ile yani cehennemnin güçlü qattiq qo'l farishtalarını çağırırız degan oyatlarni tushirdi. İbn Abbas agar u cemaatin chaqirgan bo'lsa, azab farishtalari shu vaqtning o'zida uni halok qilib o'tgan bo'ladi dedi. La ilaha illalloh. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Jahil Muhammed sizlarning ko'z oldinglarda namoz o'qimdi dedi. Mushriklar ha deb javob berdi. Abu Jahil buni anglab Lat ve Uzza butlari bilan qasam qilamanki, men uni namoz o'qiyotgan holatida ko'rib qolsam, uning bo'yniga dasib etaman va uning yuzini to'pig'i milib etaman dedi-da, Udul payg'ambar alayhisalom namoz o'qiyotgan yerga keldi. Uning namoz o'qiyotganligini ko'rib, uning bo'yniga dasmamoqchi bo'ldi. Lekin u tuyuqsiz kayniga dojib, xuddi qo'li bilan o'zini biror narsadan qo'g'dayotgandek harakatlarni qiyiltirdi. Mushriklar uningdan "Sana nim bo'ldi?" deb so'rashdi. U Muhammad bilan mening orliqimda o'tdan bir xandak va qo'rqinchli qanotlar bor deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom agar u menga yaqinlashgan bo'lsa, farishtalar uning a'zolarini poch-poch qilib, tenidan yulib chiqarib etadi dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. İbn Jarir mundaq deydi. Men Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda bormi yoki yo'qmi buni bilmayman. Alloh taolo shak shubhisiz inson o'zini boy sanab Allohga bo'ysunishdan bosh tortib degan oyatdan boshlab toki suraning oxirigacha bo'lgan oyatlarni shu chaqda tushirgan. Bu hadisni Imom Ahmad va Muslim qatorliqlar rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalomga tasalli berish to'g'risida. Bu fojir gumrohlikdan yansin. Uningga itoat qilmagan. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kimiki seni ibodat qilishingdan to'ssa, uningga bo'ysunmagan. Uningga parvo qilmasdan xohlagan yeringda namoz o'qiyvergin. Chunki Alloh seni himoya qilib va qo'g'dab san utuq ato qilguchidir. Allohga sajda qilgin. Shuning bilan Allohga yaqinchilik hosil qilgin. İmam Muslim Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Banda sajdada Robbiga eng yaqin bo'ladi. Shunga sajdada duoni ko'p qilinglar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Biz yuqorida Payg'ambar alayhissalomning İnshiqoq va Alaq suralarini o'qiganda sajda qilganligini bayon qilgan edik. Elhamdülillah, Allah Teala'ga şükürler olsun. Şunun bilen Sure Alaq'ның tefsiri tügüdü. Kiler qitimda Sure Qadr tefsiri 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.